Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Andijon. Xudo xolasa, darvoza va kazirok o'rnatishga kelganmiz. Bu joyga darvozalarni, eski rabochiy darvozalarni chiqarib tashlayapmiz. Darvozamiz ikki arkali darvoza, mukraspalli. Profillarimiz oltiga to'rt bo'lgan. Kaziroklarimizni ham do'yni qilib, polni tayyorlab berganmiz. Gullarni ham o'ta qalindan qilib berilgan. Hammasi chotga chiqayapti, xudo xolasa. O'rnatish jarayonidamiz. Mana bu shapkamiz bo'ladi. Tunikali 04 qalinlikda. Mana shapkalarimiz to'liq videosini ham qo'yib beramiz, xudo xolasa. Mana tunikamiz holati. Ana shu hovliga o'rnashtiryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, kanalimizdan uzoqlashmanglar, aka-ukalar. Darvoza, rishotka, uzun tok kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, naves, temir xizmatlari hammasi O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz, ustanovka qilib beramiz. Hammasi ichida. Eski darvozalaring bo'lsa, rabochiy darvozalaringni ham olamiz. Kelishilgan holda mana kaziroklarimiz, darvozalarimiz ham o'ta chiroyli chiqqan. Profillarimiz polni 6ga 4 qalinlikda bo'lgan. Stoykalarimiz har doimgidek shivellar, pachimliklar, oshiq-moshiqlar, nerjinkalar qo'yib berganmiz bu yerga. O'ta xudo xolasa chotga chiqadi, to'liq videosini qo'yamiz sizlarga.